Cünadaş. Ya. Bak. Hey adaş hey. Bizning mushu Uyg'ur karxanchilarimizning ko'z tegmasin juma. Qanday deysa? Ko'rdingmi? Hayvat bilan qad ko'tarib turgan 30 qavat binoni. Buni Ha, ko'rdim. haliqi karxanchimiz sopdi. Osh binoni yoqib kalvasi etdimi? Ma kalvani qara. Yoqib kalva emas. Men davatgan yoqib kalvaning dal o'zi shu. Men taniyman uni. Adaş, o adam kalva olsa unchola pulni nereden topgandi? Fakat sığmagan laqamkan bu. Hey do'stim, bu laqamni farishta qo'ydi degan gap bor. Ha. Mo'shu yoqib kalva bor-ku? Ha. Mo'shu sepi o'zidan ismi jismiga loyiq kalva bilimsiz qari qo'saq nima deyman. Adaş uncholarni deb ketmamdi. O adam qanday bilimsiz? Tarixni bilmaydi. Ha. Tarixni bilmasa pul tepishni biladi ekan-ku. Hey, tarixni bilmay pul topgandan keyin bizning kelgishimiz uchun nima foydasi bor? Hech qanday foydasi yo'q sana deb qo'yay. Vay adaş, maqara. Hamda hammamizning tarixchi bo'lib olishimizning hojati yo'q. Ba'zilar tarixni bilsin, ba'zilar hisobni bilsin, yana ba'zilar tijoratni bilsin, yana ba'zilar mo'zdozlikni bilsin. Ish qilib nimani bilsa, biradin kasbni mukammal bilib, o'zining tirikchiligini qilsa bo'lmadimi? Hey, ma gapni boshqa odam desa, mayli, sen mening og'inam turib, manda gapni qilsan bo'lmaydi deyman. Hey, og'ina. Ma dunyoda eng muhimi bilim. Ha. Anda so'digalik qilib, mozdozlik qilib, ashpazlavaylik qilib, dehqonchilik qilib pul tepib, ma dunyo taraqqiyoti yetishga olmaydi. Adash, ma bilim bo'lish kerak, pul bo'lmasa bilim odamda. Seningcha, mush bilim degan nima? Bilim degan ilmdir. Ha, ilmdir. Ilm degan bilimdir. Bilim bulg'i kitobdir. Kitob o'qimagan odam axlat hisobdir deydigan manda gap bor mavada, pul topshirib bo'lmaydi. Adash, manda gap bor bu yerda. Maqara, meningcha vaqo har bir odam halol biror kasbni mukammal o'rganib, o'zining jinini baqolasa, o'zining turmushining huddidan chiqa olsa, men u odamni bilimli deb qarayman. Aksicha kech kunduz kitobni qo'ldan tushamay, o'zining jinini baqolmaydigan odamni bilimsiz desak bo'ladi. Sen bu tavakkilda. Hey, manda gapni qilchima, sat turdi. Bilim bo'lmasa bo'lmaydi, jambaqsili bo'lmaydi. Sen biz bu dunyoning yigini ishkini kelganma? Unda qilsan bo'lmaydi deymisan, bu yoqib qalvani to'la dağlab ketmasan. Voy maqara, sen uni unda qari qo'saq bundaq bilimsiz deysa, bo'pti. Sening zodi qanchalik biliming bor? Anglab baqamsa bilmamni. Bir ta'lim bagina adash. Ko'zlarni yechib qo'yay bo'libdi. Sen mushu insoniyatning qachon paydoligini bilamsan? Bilmayman. Bilmaysan. İnsaniyet paydoligini bu yil dal 72 ming yil bo'ldi sana deb qo'yay. Manda ishlamadi. 72 ming yil bo'ldi. Mahmud tunamsa? Qaysi Mahmud o? Mahmud Qashqariyni. Nima? Mahmud Qashqariy tunamsa? Yo'q, men tug'ilganda u zot o'lib ketibdi. Nima deydi? U sen tug'ilgan vaqtda gap emas. U odamning tug'ilganda o'lgani necha yil bo'lgan odam bu? Xan sulolasi yashagan, manda tarix yozadigan odam bu, kitob yozadigan. Mandaqda. Shuningga necha yillar bo'lganda? Mushu Sungjinshan apandi Xan sulolasini mushu 1912-yilmi, 13-yil og'dirib o'tdi. Mana mushuni hisoblasak yesh chiqdi. Mahmud Qashqariy. Sunjungsan apandi Xan sulolasi emas, Chin sulolasini og'dirib o'tgan. Voy janoy, bu Xan sulolasi, Chin sulolasiga hammasi bir sulola o'xshash gap bu. Mening bilishimcha bor-ku, Mahmud Qashqariy 11-asrda o'tgan Qarxonilar davrida yashagan tilshunos olim. Bu tarixni sen bilamsan, men bilamdim. Sen biladi ekansan. U sen davatgan tilshunos olim. Uning ismi O'g'izxon deysan.
Ey, o Oğuzhan degenin, o kadimki davrdagi Hollarning podshohi emasmi? Mana bu deb yurganda, o emas o degan mava satachi Amanni Saxinimning eri Oğuzhan. Ola sharimdan. Mag'ziq kelgan so'z aytganman. Bu qamchimas Ammani Saxinning eri degan Abdurashid Xon. Vay bichare, sendek adamlardan qandamı taraqqiy qilamiz. Ey, o Abdurishidxon degan, yakan san'at o'ynakning qiziqchi artistni Abdurishidxon deysan. Mana bu deb yurganda, moshunda kalva turib, taqamiga ag'zimni qo'shiq salasa emas, kalvaning do'sti. Tova. To'g'ri demasan bo'lmaydi. Men bunda tarixni so'zlatmasam, bunda hayvondek yashaganingga ishni bilmay, to'g'ri qilishsan deb qo'yay. Mama. Sana deb qo'yay. Ha. Musho 72 ming yilning oldidagi insoniyatning nima ish qilganligini bilasan. Bilmayman. Bilmaysan? Shoxdan shoq saklab yuradigan maymun o'tqichima biz 72 ming yil oldin, ha. Demak, sen taqa odamga o'zgir pulamabsan-da? Mana bu gap. Ya. Mana bu gap. Chaqchaq qo'ydim, chaqchaq adash. Manda chaqchaqni qilma adash. Ha. Bilim bilan bu chaqchaq chiqolmaydi o'sanga deb qo'yay. Rost. Ma Rossiyalik yozuvchi Eynshteyn chaqchaqdan chaqchaq chiqdi deganmi, o'sanga deb qo'yay. Chaqchaq chiqib qolmasa yana, aramizda. Voy, ma'qul. Ne deydim ben? Chechilma adash, chechilma. Xapama chaqchaq qilib qo'ydim. Sen degan Eynshteyn Rossiyalik emas adash. O Amerikada yashagan Yahudi. O yozuvchi emas, o fizika olimi. Ey, kapakbaş, o fizik alim degan, o Washington Lincoln o. Astagfirullah. Ha? O Lincoln Washington deganing Amerikaning burunqi zo'ngtonglari o. Hey, o Amerika'nın burunqi zo'ngtong degan o Gorbachev. Men hoşunu bilmaydigan odamga Rossiyaning tarixidan so'zligini bilmayman, o'zining tarixini bilmaydigan odam. Ha, o'zingning ahmoqligini o'zingmi e'tirof qiladi ekansan, bo'lmasa. Sana yana bir gap deb beray. Ha. Sen bu bilimni kimning ijod qilganligini bilamsan? Bilmaysan sen. Ha, mushu bilimni qarasang deb qo'yay. Ha. Meningki 17-buvam şu Yusuf Hasacim degan odam bor, bizga tuqqan keladi o'sha odam mana. Shundami? Ha, men o'sha odam ijod qilganman, sen deb qo'yay. O'sha odam 2 oy ichida sen deb qo'yay, chala tekkan o'q deydigan bir 3 qismli romanni tutkizib o'tganman, sen deb qo'yay. Ha, mana shu anada binani tanlab yuravergan bilan bo'lmaydi. Ha. Ko'rdingmi? Shunaqa olimning. Ha, men mushundaq olimninki, olim chiqqan millatdan sendek odam bilan mush yoqib kalvadik odamlarning chiqqanini bir tragediya demay, bilmaysizmi bu? Na, zo'r tragediya bu. Seningdek og'ziga nemikasi jo'ylaydigan odamni komediya desak bo'ladi ekanda. Mana bizni tarix deysa. Nima? Tirik tarix deysa bizni. Tarix? Ha, tarix. Demak, vaqti o'tgan odam ekansan-da. Maga qarag, ey. Bu coğrafyaga tushundim shu gapni. Ha, coğrafyada vaqt o'tgan deydigan formula bormi? Voy, tova. Ha, to'g'ri qilishing kerak bu matematikada kalvalar to'g'ri qilish kerak deydigan grammatika bor sana deb. Adash, men qara, men sana nima desam bo'lamdi? Biologiya fanlarida nima deyishni bilmaslik kalvalik deb qayd qilingan. Ha, fizik fanlarida nima deyishni bilmaslik sep o'zidan do'plik degan bo'lsa, adabiyot fanlarida nima deyishni bilmaslikka kalvalikni qo'shsa barobar 0 bo'ladi deydigan ishorat bor deb qo'yay. Ha, manda ish bor. Ha, andan keyin sen mana shunday bilimni bilmaga chiqib bichare. Mana shunda Yaqub Kalvaning 30 qavat bino chiqib danglab nima deyishini bilmay yurishsan. Buning sababi nima? Dal bilimsizlik. Bundan 2-3 ming yil ilgari yashagan Tevfik Mamtili Efendi degan astronom, sana deb qo'yay. Bu bilimsizlik, jonsizlik degan sana deb qo'yay. Yana jo. Ha, yana o'sha ataqli pedagog, ma'rifchi, shoir Sulton Buxoron muallim degan naqshida bilimni shamchiroqqa, okeanga, dengizga, ko'lga o'xshatadi. Dashvat yana. Ha, hech kim bilmaydi yoki. Jumlaga bilan bo'lmaydi. Voy, qanday qilay? Voy, men qanday qilay? Hey! Ha. Adash, u muallim degan naqshini Sulton Buxoron emas. Ma biz bilan bir zamondosh hozir yashayotgan Muxtar Bug'ro degan shoir yozgan. Mana mushu tekstga bizning marhum kompozitorimiz Hekim Hasan musiqa ishlagan. Hey, qapaqlash.
şu muhtar buğradaki sultan sütününki takallüsü bizgen. Ala hemşerim. Ya kapaklaş boğaçka bir adamını iki adamını keyin dep menda g'atnet uyqusu yet. Menda binadagilar juraysiz emasmi bichara. Bo'ldi. Shimag'riydi o sana. Bo'ldi. Charchab ketding adash, charchab ketdim. Bilimdagi oson emas, bunda charchishdi. Shundoq ekan. Bilimdagi oson emas deb qo'yay. Bo'ldi. Men bu sarang, sening gapingni anglab turib ekan ekan. Ey! Sen mana mushundaq taqtuqni valaqlab, yerimchilik suvdak shalaqlab, o'zimni bilimni ko'zdiman deb zo'r qilib jafo tortishsa, maqana Mehmetbek aka. Ha, ko'z oldimizdagi amaliy ishni ko'raylik, chira. Men bu tug'ilgan kunimni bilmaydigan bir qarqo'saqning binosini ko'rib ziyorat qildigan odam emas, men degan xil odamman. Ana birini biladigan odamman. Adash, ziyorat qilasanmi-ki? Keyin ashadimi nurg'un bilim bor deyman. Vay, bu bilimni miskida-ya. Aş binanı görüş bir arzuyum var de. Ben bir ziyaret qilib kelay. Maqamisi sen işin varsa, to'xta deme, to'xta. Ma kalvani shuncha to'sab ketmayapti-da. Ketib bordi, ma Yoqub kalvaliq birini tattamdigan deyapga. To'xta, mening nishiramni bu yeb ketmasan, bir kun kalva olsam ishim bo'lmas. Kalva olib, mening nishiramni kelay. To'xta, ya, bilib